Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil sulhga tupurdi. Livanga yana ayovsiz zarbalarni boshladi. Netanyahu Eron AQSh kelishuvini barbod qilishi mumkin. Zelenskiy Lukashenkoga ultimatum qo'ydi va uni bajarish uchun bir hafta muhlat berdi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Allahu akbar. Isroil sulhga tupurdi. Livanga yana ayovsiz zarbalarni boshladi. 19-iyun kuni Livan janubiga berilgan Isroil aviazarbalari oqibatida 18 kishi halok bo'ldi. O'z navbatida Isroil armiyasi ham ushbu hududda 4 nafar askari qurbon bo'lganini ma'lum qildi. Bu AQSh va Eron o'rtasida Yaqin Sharqdagi urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv imzolanganidan keyingi ilk yo'qotishdir. Isroil harbiylari tunda va ertalab Hizbulloh nishonlariga zarbalar berilganini bildirdi. Erondan yordam oluvchi Hizbulloh guruhi esa Livan janubidagi Nabatiya shahri atrofida Isroil kuchlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi kamida 10 ta qishloq va shaharchada vaziyat og'irligini bildirdi. Yarim tundan ertalabgacha davom etgan shiddatli Isroil aviazarbalari halok bo'lganlar va yaradorlarni evakuatsiya qilishga xalaqit berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 18 kishi halok bo'lgan, 33 kishi yaralangan deyiladi vazirlik bayonotida. Ushbu zarbalar Eron va AQSh 15-iyun kuni Yaqin Sharqdagi keng ko'lamli urushni to'xtatishga kelishib olgandan keyingi eng qonlisi bo'ldi. Isroil harbiylari podpolkovnik Dor Gedaliya Ben Simxon va yana 3 nafar askar jangda halok bo'lganini tasdiqladi. Boshqa askarlarning shaxsi hozircha ochiqlanmagan. Alohida bayonotda aytilishicha, Livan janubida portlovchi dron urilishi oqibatida bir nafar zaxiradagi ofitser og'ir yaralangan. Yana 4 nafar askar yengil jarohat olgan. Askarlarning o'limi Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Amerikaliklarni hurmat qilgan holda aytish kerakki, Isroil butun dunyoga bir narsani aniq tushuntirishi lozim. Farzandlarimizning qoni va fuqarolarimiz xavfsizligi savdolashadigan narsa emas. Butun Livan yonishi kerak, dedi Ben-Gvir o'z bayonotida. AQSh rasmiylari jumladan prezident Donald Trump Isroilning Livandagi harakatlaridan norozi bo'lmoqda. Isroil AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarga hamda aprel oyida urushni to'xtatish bo'yicha erishilgan alohida kelishuvga qaramay, Livanda harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Isroil armiyasi avvalroq bergan bayonotida Hizbulloh tomonidan o't ochishni to'xtatish tartibi qayta buzilgani uchun zarbalar berayotganini aytgan edi. Harbiylar tunda va ertalab Livan janubidagi bir nechta hududda Hizbulloh terrorchilari va infratuzilmasiga hujum qilishni davom ettirganini bildirdi. Hizbulloh esa 19-iyun kuni ertalab Nabatiya shahriga qaragan strategik Ali al-Tohir tepaliklari yaqinida Isroil qo'shinlariga raketalar va minomyotlar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Shuningdek, guruh Isroil tanklariga hujum qilgani, zirhli va piyoda vizvoddan iborat kuchlar tepalikning shimoliy tomoniga kirishga uringanini aytdi. To'qnashuvlar hamon davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi guruh. Hizbulloh Livanni Yaqin Sharqdagi urushga mart oyi boshida tortgan edi. O'shanda guruh AQSh va Isroil harbiy kompaniyasi boshida Eron oliy rahnamosining o'ldirilishi ortidan qasos olish maqsadida Isroilga hujum qilgandi. Isroil bunga javoban Livan bo'ylab keng ko'lamli zarbalar berdi va Hizbulloh nazoratidagi janubiy hududga quruqlikdan bostirib kirdi. AQSh va Eron 18-iyun kuni urushni to'xtatish, kelajakda tinchlik kelishuviga erishish uchun bitim imzoladi. Ammo shunga qaramay Livanda urush to'xtamayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livandan qo'shinlarni olib chiqishdan bosh tortdi. Vaholanki Washington va Tehron o'rtasida imzolangan sulhga ko'ra, barcha frontlarda, jumladan Livanda ham harbiy harakatlar to'xtashi lozim edi. Shveysariya Yaqin Sharqdagi urushni tugatish bo'yicha kelishuvdan keyingi rejalashtirilgan muzokaralar qoldirilganini e'lon qildi.
Bu qaror AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning ushbu tog'li mamlakatga safari bekor qilinganidan bir necha soat o'tib qabul qilindi. Netanyahu Eron AQSh kelishuvini barbod qilishi mumkin. AQSh razvedka idoralari Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu prezident Donald Trampning Eron bilan uzoq muddatli tinchlik kelishuviga erishish borasidagi sa'y-harakatlariga putur yetkazishi mumkinligi haqida Washington ma'muriyatini ogohlantirdi. Bu haqda The Washington Post nashri amerikalik rasmiylarga tayanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, ogohlantirish Netanyahu va Tramp ma'muriyatlari o'rtasidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda yangragan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Isroil Livanga qarshi hujumlarni davom ettirish niyatida. Bu esa AQSh va Eron o'rtasida erishilgan kelishuvning muhim bandlaridan birini buzishi mumkin. Hisobotda qayd etilishicha, kuzda Isroilda bo'lib o'tadigan umumiy saylovlar arafasida Netanyahuning siyosiy kelajagi ichki auditoriyaga Livandan qo'shinlarni olib chiqmasligini va Hizbulloh bilan qarama-qarshilikni kuchaytirishga qat'iy bel bog'laganini namoyish eta olishiga bog'liq. Shuningdek, hisobotda AQSh va Eron o'rtasida erishilgan kelishuv shartlari Isroilda norozilik uyg'otgani, amerikalik rasmiylar esa bu shartlar Isroilning Tehronga nisbatan maksimal bosim siyosatini zaiflashtirayotganini ta'kidlayotgani qayd etilgan. Isroilda mazkur kelishuv mamlakatning Hizbullohdan himoyalanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin degan qarashlar mavjud. Hisobot mualliflari fikricha, agar Isroil Livandan qo'shinlarni olib chiqsa yoki mojaroni to'xtatsa, bu Netanyahu tomonidan mamlakat ichkarisida mag'lubiyat sifatida qabul qilinadi. Nashr shuningdek, Isroil hujumlarini to'xtatgan taqdirda ham Janubiy Livandan qo'shinlarni olib chiqishdan bosh tortishi AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuvni muvaffaqiyatsizlikka olib borishi mumkinligi taxmin qilingan. При кордонах з Україною знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Zelenskiy Lukashenkoga ultimatum qo'ydi va uni bajarish uchun bir hafta muhlat berdi. Ukraina rahbari Belarus hududidagi retranslyatorlarni olib tashlashni talab qildi. Chunki ular Rossiya dronlari harakatini muvofiqlashtirmoqda. Agar Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya dronlarining Ukrainaga hujumlarini muvofiqlashtiradigan Belarus hududidagi retranslyatorlarni ishini to'xtatmasa, bir haftadan so'ng buni ukrainaliklar amalga oshiradi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Ortiqcha gapning keragi yo'q. Uning minoralarida retranslyatorlar bor. Rossiyaliklarmi, belaruslarmi, bizga nima farqi bor? Ukraina bilan chegaradosh ikki viloyat bo'ylab Ukraina aholisiga qarata o't ochayotgan texnikalar mavjud, dedi Ukraina prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, agar Lukashenko urushga jalb qilinishni istamasa, bu texnikani olib tashlash kerak. O'ylaymanki, buni amalga oshirish uchun bir hafta yetarli bo'ladi. Nega hafta deyapman? Chunki hozir har kuni buning oqibatida tinch aholimiz halok bo'lmoqda. Bolalar yaralandi. Agar u buni qilmasa, o'zimiz qilamiz, deb ta'kidladi Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, keng ko'lamli urush boshlanganida Ukrainaga ko'plab raketalar Belarus hududidan uchirilgan. Zelenskiyning ta'kidlashicha, u Lukashenkoning vaziyatni nazorat qilmagani, balki Rossiya harakat qilgani haqidagi so'zlarga ishonmaydi.